va mana shunaqa joylarga kelgan paytinglarda bu katta xonliklarning uyi emas. Buni bir chiroyli adabiy tarjimasi tabiat tomonidan yaralgan juda qo'rqinchli labirint. Hay, vodan. Beparasat. Aslida bu joylarni oldinlar hech kim bilmasdi. Bu joylar juda ham jiddiy tektonik davleniya bo'lgan, lekin insonlar bu joyni topishdi va o'zini parkiga aylantirishdi. Qanaqa qilib qo'rquvlardan xalos bo'lsa bo'ladi? Ular bilan kelishib olish kerak deb o'ylayman-da. Kaliforniya sahrolariga kelgan paytinglarda albatta hozirda biz yurgan Hall of Horror'ga kelishga harakat qilinglar. Buni bir chiroyli adabiy tarjimasi tabiat tomonidan yaralgan juda qo'rqinchli labirint. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, men Suratabek TV kanaliga va Hall of Horror'ga xush kelibsizlar. Bu aslida juda ham go'zal, chiroyli joylar, lekin juda ham xavfli. Kinolarda ko'rgansizlar, shunaqa joylarda odamlar qolib ketadi. Sutkalab, bu real bo'lgan voqealar. Shuning uchun bu joylarda ehtiyot bo'lish kerak. Endi aslida bu joylarni oldinlar hech kim bilmasdi. Bu yerda Kahila deb nomlangan Kaliforniyaning hindulari bekinib yurishardi. Dunyodagi eng qo'rqinchli mavjudotlardan, bu mavjudotlarning nomi insonlar. Lekin insonlar bu joyni topishdi va o'zini parkiga aylantirishdi. Tarixi nihoyatda qiziqarli. Bu joylar 2 milliard yillik tarixga ega. Va hozirda mana bu yoqqa qarab boramiz. Endi bu meni fikrim emas. Albatta 2 milliard yil bo'yicha bu geologlar va tarixchilarning fikrlari. Lekin agar haqiqatan ham 2 milliard yillik tarixga ega bo'lsa bu joylar, bu degani mana shu bizning atrofimizdagi tog'lar nafaqatgina insonlar va dinozavrlar, balkim daraxtlardan ham yoshi ulug'roq. Va albatta bu joyga kelgan paytinglarda demak mana shu tor joylar borki, haligi maktab bitirayotgan paytda vignetga rasm uchardik-ku. Bunaqa emas, mana bunaqa turib uchardik-ku. O'sha pozitsiyalarni eslagan holda o'tasizlar. Endi bu joylar juda ham jiddiy tektonik davleniya bo'lgan. O'shani natijasida mana milliard yillar davomida bu joylar shakllangan edi. Endi bu joylarga kimlarga kelish tavsiya qilinadi? Kimda klaustrofobiya qo'rquvi bo'lsa. Nima degani klaustrofobiya? Bu tor va yopiq joylardan qo'rquv. Aynan shunaqa insonlarga bu joy eng katta tabiiy psixologik trenajyor deb hisoblanadi. Chunki qo'rquvlar bilan yashash albatta juda ham qiyin. Qanaqa qilib qo'rquvlardan xalos bo'lsa bo'ladi? Ular bilan kelishib olish kerak deb o'ylayman-da. Shuning uchun ham ushbu videoni AQShning prezidenti Franklin Rooseveltning gaplari bilan tugatmoqchiman. U esa shunday degan: har birimizning eng katta qo'rquvimiz bu qo'rquvni o'zi. Shuning uchun hurmatli do'stlar, hech narsadan qo'rqmanglar. Hay, vodan. Beparasat. Va mana shunday tarzda demak, bu yerdan ham biz ham o'tib ketamiz. Chunki juda ham mana tor, hattoki emiklak o'tib ketgan joylarimiz ham bu yerda bo'lgan. Shuning uchun ham bu yerga kelgan paytinglarda ehtiyot bo'linglar va umid qilaman Kaliforniya sahrolari haqidagi videolarim sizga yoqyapti. Va bu degani mana shu videoga iltimos bitta like bosib qo'ying. Hayronman. Nimaga hamma videolar millionlab odamlar tomosha qilyapti, lekin likelarning soni nihoyatda kam. Bilasizlarmi, bu joylarga kelib qanday video olish qiyin, operator topish qiyin. Bu joylar nihoyatda uzoq. Kaliforniyaga kelgan paytinglarda Los Angeles shahridan yana soatlab mashinada yurasizlar, qimmat biletlar sotib olasizlar va mana shu joylarga kelgan paytinglarda bu katta xonliklarning uyi emas. Bu yerda ham o'zining qonun qoidalari bor va syomka qilish mumkin emas. Biz esa syomka qilyapmiz. Shunga yarasha bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqatgina dislike bilan adashtirmagan holda. Va agarda haligacha meni kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, sizlar esa kanalimga obuna bo'lmagansizlar. Nimaga? Chunki hozirda Suratabek TV kanalida 1.600.000 ta obunachi. Lekin bugun statistikani qarasam, mana shu oy davomida kanalimga ro'parasa 16 million odam kiribdi. Bu degani siz kiryapsiz, videoni tomosha qilyapsiz, lekin like bosmayapsiz, izoh yozmayapsiz va mani kanalimga obuna bo'lmayapsiz. Iltimos, kanalimga hozirning o'zida obuna bo'ling. Bu degani mana shu videoni tagiga tushasiz. U yerda qizil tugmacha bor, o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida
podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. Shunaqani bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqchani rasmi bor. Uni ham bosib qo'yadigan bo'lsanglar, demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dedim? Mr. Otabek TV kanalida va Hall of Horrors, ya'ni Kaliforniyaning Joshua Tree parkida, Kaliforniya sahrolarida ko'rishguncha